Bog'chamiz 2022-yil 5-sentyabrda qurib topshirilgan 120 o'rinlik quvvatga ega holda 4 ta guruhga mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 270 dan oshiq bolalarni qamrab olingan, 10 dan ortiq gruppalar tashkillangan. Bolajonlar bu yerda ko'pligi sababli 24-maktabda 4 ta majburiy ta'limlarimiz shakllangan va ega 100 nafardan oshiq bolalarni qamrab olingan. Bolajonlarimiz uchun eng so'nggi sharoitlar yaratilgan desak ham bo'laveradi, chunki bu bog'chamiz so'nggi innovatsion g'oyalar asosida qurib bitkazilib bizga topshirilgan. Hozirgi kunda bolajonlarimizga sifatli ta'lim tarbiya berib kelmoqdamiz. Bu jarayonda takomillashgan ilk qadam davlat dasturlari, davlat talablari qo'llanilgan holda bolalarga sifatli ta'lim berilyapti. Logoped sohasi bor, jismoniy tarbiya, musiqa, xoreografiya, ingliz tili hamda turli xil to'garaklar tashkil etilgan. To'garaklarimizda teatrlashtirish bu bolajonlarimizni ruhiyatini shakllantiradi, bolajonlarimizni turli xil rollarga kirgiztiradi, tafakkurini rivojlantiradi. Bolajonlarimizni shu mashg'ulotlarda belgilangan vaqtlari tugagandan keyin bizda 10 dan ortiq to'garaklar tashkil etilgan. Shu bolajonlarimizni to'garaklarga jalb qilamiz. Bu to'garaklar oralig'ida qolgan bolajonlarimizga esa mashg'ulotlar o'tiladi. Bular o'sha ingliz tili, ikkinchi til o'qituvchilarimiz, musiqa, xoreografiya, logoped, jismoniy tarbiya o'qituvchilarimiz o'sha mashg'ulot oraliqlarida kirib bolajonlarimizga ta'lim tarbiya berib ketishadi o'zlarining yo'nalishlari doirasida. Tushlikka qadar shu tarzda ta'lim tarbiya jarayoni kuzatiladi. Buni orqasida juda ham mashaqqatli mehnat yotadi. Milliy qadriyatlarimizni shakllantirish maqsadida tarbiyachilarimiz tomonidan uyqu vaqtida allalar aytib bolajonlarimizni uxlatishadi. Aytay jonim bolam, quloq solgin alla aytay jonim bolam, quloq solgin alla, shirin allam tinglab asta orom olgin alla, shirin allam tinglab asta orom olgin alla. Bu albatta odat tusiga kirib qolgan. Bolajonlarimizga ta'lim tarbiya berish negizida milliy qadriyatlarimiz, milliy urf-odatlarimiz, milliy madaniyatimiz negiz bo'lib hisoblanadi.